jonli kitob. So'nggi so'z. Muallif Mahbuba Bahodir qizi. Matlubani shunday yomon ko'raman. Doim g'irrom qiladi. Hozir ham qizlar bilan o'rtaga tushar o'ynayotganimizda ko'zini lo'q qilib, menga koptok tegmadi deb turib oldi. Bo'lmasa, to'pni o'zim otdim. Shundoq qo'liga tegdi. Hatto og'riqdan ko'zini bir yumib ochdi. Komila koptok tekkanini harchand aytsa ham, tegmadi deb o'rnidan chiqmadi. Jahlim chiqib ketdi. Koptokni otib yubordim-da. Men o'ynamayman. O'zi shundoq ham uyga kirishim kerak. O'zimga tikilib turgan dugonalarimga qarab, yanayam dadillashdim. Axir maqtanishning ayni fursati edi-da. Bugun dadamning tug'ilgan kuni. Restoranda oilaviy nishonlaymiz. Kelinoyim sochimni jingalak qilib qo'ymoqchi edilar. Bo'pti qizlar. Shunday deb, ortimdan alami kelib qolgan Matlubaga bir qarab, mag'rur davrani tark etdim. Uyga kirsam, buvim bilan buvam supada choy ichib, gaplashib o'tirishar ekan. Meni ko'rib buvim hayrat to'la ohangda: "Ruxsora, nahotki 10 marta chaqirishimizni kutmasdan kirib keldingmi, qizim?" deb kuldilar va buvamga qarab dedilar: "Qizingizga eskirib qolibdimi?" Buvajonim bo'lsa, har doimgidek erkalash ohangida: "Onamni urishma buvisi, mening qizimdek qiz bor ekanmi?" deb menga qarab ikki ko'zlarini qisib jilmayib qo'ydilar. Aslida buvim ham buvamdan kam yaxshi ko'rmaydi. Faqat shomda o'ynasam jahllari chiqadi. To'g'risini aytsam, bu katta oilada eng erkasi o'zimman. Yaxshisi, oilamizni bir boshdan tanishtiraman. Buvam maktabda tarixdan dars berganlar. Buvim esa ona tili va adabiyotdan. Ikkalalari ham men o'qiydigan maktabda ishlashgan ekan. Hozir nafaqadalar. Ikkita ammam turmushga chiqib ketishgan. Ikkala ammamdan ham men qatori qizlar bor. Ular kelsa, uyimiz bayram bo'lib ketadi. Oyim bilan Dilnura kelinoyim, ya'ni Sherzod amakimning ayollari bir kun oldin narsa pishirib, harakatni boshlab yuborishdi. Yana chalg'ib ketdim. Xullas, dadamning ismi Farhod. 35 yoshdilar. Oyimning ismi Dilorom, ammo dadam negadir Shirin deb chaqiradilar. Dadam bankda ishlaydilar. Buvamning aytishicha, bo'lim boshlig'i ekan. Onam institutda matematikadan dars beradilar. O'zi oyim bilan dadam kursdosh bo'lishgan ekan. Ukam bu yil 1-sinfga chiqdi. Men esa 6-sinfga o'tdim. Oilamizda yana adamning ukalari Sherzod amakim va Dilnura kelinoyim hamda ikkita to'polonchi Ilyos va Shahzod ham bor. Shuncha o'g'il bolalarning ichida bitta qiz o'zimman. Yolg'iz qiz bo'lish yaxshi-ku-ya, ammo bola boqish yoqmaydi-da. Hozir ham kelinoyim meni ko'rib quvonib ketdilar. "Ruxsoraxon, Shahzodga qarab turasizmi? Shundoq akangizning kiyimlarini dazmol qilaman-u, keyin sizni sochingizni jingalak qilamiz. Xo'pmi?" dedilar. Qovog'im osilib ketganini ko'rib, yuzimdan chimdib, sochlarimni silab qo'ydilar. Oxirgi jumlalari yoqib, bolani ola qoldim. Kelinoyim Shahzodni beshikka belab berdilar. Buvimning xonasida bolani tebratib o'tirib zerikdim. Buvim servant deb ataydigan shkafdan oilaviy rasmlar turadigan albomni olib varaqlay boshladim. Shu albomni yaxshi ko'raman. Avval oq-qora, keyin rangli rasmlar keladi. Oq-qora suratlarda buvim bilan buvamning bir-biriga suyanib tushgan rasmlari va dadam, amakim, ammalarimning bolalikda tushgan suratlari ham bor. Menga eng yoqadigani oyim bilan dadamning xiyobonda qo'l ushlashib tushgan suratlari. Keyin men va ukamning Zabarkda, kafeda, xiyobonda dadam va oyim bilan tushgan rasmlarimiz ham yoqadi. Oyim judayam chiroyli bo'lganlar. Haliyam mahalladagi o'rtoqlarimning oyisidan yosh ko'rinadilar. Doim o'zlariga qarab yuradilar. Shuning uchunmi adam buvimning tili bilan aytganda yeru ko'kka ishonmaydilar. Oyim ham dadamga faqat jilmayib gapiradilar. Buvam kulib: "Xo'jaqo'g'onlik dodang oyini ismini Shirin qo'yish kerak edi. Axir bular Farhod va Shirin bo'lsa", deydilar. Yaxshi bo'ldi. Shahzod uxlab qoldi. Sekin hovliga chiqdim. Oyim Xo'jaqo'rg'onlik buvim bilan telefonda gaplashayotgan ekanlar. "Shu soat 6larga boraveringlar. O'zimiz ham o'sha paytlarda boramiz. Kuyovingiz kelsinlar. Hali yo'qlar. Hayronman. Tug'ilgan kunlari ham yodida yo'qmi deyman. Telefon qilsam,
o'zim qo'ng'iroq qilaman deb o'chirdilar. Shundan beri jim. Qaynopalarim ham to'g'ri kafega boradigan bo'lishdi. Bo'pti, ukalarimga ayting, kelinlar qolib ketmasin. Katta joy gaplashganmiz. Mayli, biz sekin tayyorgarlikni boshlaylikchi, deb suhbatni yakunladilar. Buvam har doimgi odatlari bo'yicha hammadan avval kiyinib olib, buvimni shoshirishni boshladilar. Oyim, men, ukam, kelinoyim va jiyanlarim hammamiz tayyor bo'ldik. Ammo hamon dadamdan darak yo'q. Kela qolsalarchi, kun kech bo'lyapti. Mashinaning ovozi eshitilsa, uzun ko'ylagimning etagini ko'tarib, darvozaga yuguraman. Yo'q, dadamning mashinasi ko'rinmaydi. Endi oyim betoqat bo'la boshladilar. Buvam, buvim hamma qo'ng'iroq qilib ko'rdi. Javob yo'q. Bir payt eshigimiz tagida mashina kelib to'xtadi va dadamning kimlar bilandir hazil-huzil qilib, baralla kulishgan ovozi keldi. Hammadan avval buvam dadamning istiqboliga chiqdi. Dadam bilan kelganlar buvam bilan so'rashishdi. Oyim yasanib olgan, ammo oyog'ida shippak bilan chiqib, dadamga salom berdi. Dadam sheriklariga yuringlar ishorasini qilib, oyimga "Shirin, zalga joy tayyorla tezroq", dedilar. Oyim kutilmaganda ovozni balandlatib gapirdilar. "G'alatimisiz? Oromda hamma sizni kutib o'tiribdi-ku. Biz ham yo'l qarab ko'zimiz teshildi. Joy band qilingan bo'lsa, o'rtoqlaringizni ham o'sha yoqqa olib bora qoling, Farhod aka." Men xursand bo'lib ketdim. Xayriyat borarkanmiz. Shu payt dadamning o'rtoqlaridan biri avval oyimga, keyin dadamga qarab gapirdi. "Farhod, avval xotinchingdan ruxsat olib, keyin bizni chaqirmaysanmi? Ko'chani hech kimga berilmay kerilasan. Qoyil." Kelganlardan yana biri zarda bilan gapirdi. "Aytdim bormaylik deb, hammang chiq mashinaga", dedi va dadamga qarab, "Tfu, erkak", dedi. Dadam chayqalib ketdi. Birinchi marta shunchalik g'azabli ko'rdim dadamni. Avval o'rtoqlariga, so'ng oyimga qaradi va baland ovozda "Taloqsan, 3 taloq, 1000 taloq", dedi. Boyadan beri indamay o'tirgan buvim dodlab yubordi. "Voy sho'rim!" Mahsum buvam dadam tomonga o'qday o'chib bordi. Zarb bilan qulochga ishlab yuziga tushirdi va ovozi bo'g'ilib, "Hayvon, nima deganingni, nima qilib qo'yganingni bilasanmi, ahmoq?" deb baqirdi. Dadam cho'k tushib o'tirib qoldi. O'rtoqlari esa bir-biri bilan ko'z urishtirib hovlimizni tark etdi. Oyimga qarasam, rangi oppoq, ko'zlari jiqqa yosh. Kutilmaganda dadam yerni mushlab, ovozi boricha baqirib yig'lashga tushdi. Qaltirab, dodlab yig'layotgan odamni ko'rib, judayam qo'rqib ketdim. Shu payt kelinoyim kosada suv olib kelib, dadamning yuziga sepdi. Otam baribir yig'layverdi. Ham qo'rqib, ham angrayib dadamga qarab turarkanman. Buvamning "Onasi, ko'zingni och, meni qo'rqitma", degan xitobini eshitib, buvimning yoniga chopdim. Kelinoyim buvimga ham suv sepib, tilining tagiga dori tomizdi. Bugun necha yil deganda oyim bilan birga uxladim. Onam tonggacha ovoz chiqarib, ingrab yig'lab chiqdi. Erta tongda buvimning yalinchoq ovozidan uyg'ondim. "Diloromxon, ketish qochmaydi. Farhod bilan dadangiz ilmli odamga maslahat uchun ketdi. Bir ilojisi bordir, bolam", dedi. Keyin yelkalari silkinib yig'lashga tushdi. O'ylab qarasam, oyim kechagi voqeadan beri hali bir og'iz ham gapirmadi. Ko'zlari bir nuqtaga tikilgan. Ba'zida ingraganga o'xshash ovoz chiqarib, ko'z yosh to'kib oladi. Buvam ham, dadam ham boshi egik kirib kelishdi. Ular o'zlari gap boshlamaguncha buvim og'iz ochmay, lekin ilhaq termuldi. Nihoyat buvam gap boshladi. "Chorasi yo'q ekan. Hammasini aytdik. Ichganmidi deb so'rashdi. Yo'q, ichmagan edi dedik. Keyin so'zma-so'z ayting va vaziyatni tushuntiring deyishdi. Aytayotgan paytingiz qalbingizdan kechgan narsani ham aniq ayting deyishdi. O'g'lim so'zma-so'z aytgan edi, haddidan oshib bo'libdi deb yo'l yo'q degandek qilishdi. 1000 deb aytish insoniy haddidan oshishi ekan." Buvim hiqillashga tushdi. Keyin buvam buvimni ovutish uchunmi shoshib, yana maslahat qilib aytisharkan.
deb chuqur tortdi. Dadamning ko'zida yana yosh g'iltilladi. Onam narsalarni yig'di. Ukamni kiyintirdi. Men ham kiyindim. Taksi keldi. Dadam indamay orqamizdan chiqdi. Lekin yurishga majoli yo'q odamdek boshni changallab o'tirib qoldi. Onam yo'l bo'yi yig'lab bordi. Birinchi marta Xo'jaqo'rg'onga shunaqa kayfiyatda ketishimiz. Xo'jaqo'rg'ondagi buvam Dilbar buvamga sira o'xshamaydi. Serjahlmi, asabiymi tushunmayman. Xullas, oyimdan voqeani eshitib, o'zim ham hayron bo'ldim-a. Kecha qaynukang kelib, restoranning pulini to'lab, yaxshi o'tiringlar, onamning mazalari bo'lmay qoldi, biroz turib kelishadi deb jo'navorganiga. Shunchalayam espas erkak bo'ladimi ering? Oqibatini o'ylamadimi? Oyim tizzasini quchoqlab, ko'z yosh to'kib o'tirardi. O'zing topding shu baloni boshimga. Aytdim-a, begona joy deb. Buvim uzoq gapirdi. Orada dadamni yomonlab qo'yardi. Unga battar jahlim chiqib, bu yerdan ketkim kelardi. Mana, bir oydan oshdi. Buvimnikidamiz. Orada shaharlik buvam 2 marta kelib, bizdan xabar olib ketdilar. Aytishlaricha, dadam kasalxonaga tushib qolibdilar. Dadamni ko'rgim keldi. Yig'lab buvamga ergashdim. Ko'z yoshini sidirgan buvam meni olib ketmadilar. Ular ketgandan keyin Sabohat buvim onamga qarab, shuncha jon olib jon berib qarasam, bolalaring el bo'lmas ekan, dedilar. Oyim indamay ko'z yoshim oqib turgan meni bag'riga bosdi. Keyin yana yig'ladi. Tog'alarim ham onamning yig'idan qizargan ko'zini ko'rsa, dadamni ahmoqdan olib ahmoqqa solardi. Bu esa ulg'ayib borayotgan bola shuurimda o'zlariga nisbatan begonalik hissini uyg'otar edi. Maktabimni o'zgartirdik. Shahardagi maktabimga sira ham o'xshamas ekan. Bizda tanaffus bo'lsa, yo'lakka odam sig'masdi. Qishloq maktabida o'quvchi juda ham kam ekan. Uning ustiga hammasi qaysi sinfda o'qishdan qat'iy nazar bir-birini yaxshi tanirkan. Sinfdosh qizlarim bilan chiqishim juda qiyin bo'ldi. Men hammadan yaxshi o'qir edim. Xullas, o'qituvchilardan boshqa hech kim a'lochi o'quvchi kelgandan sevinmadi. Bir kun uyimizga Dilbar buvim bilan Mahsum buvam kirib kelishdi. Shodligimni ko'rsangiz edi. O'zimni ularning bag'riga otdim. Orada yig'lab ham oldim. Oyim uyda yo'q. Kechadan ishga chiqqan edilar. Sabohat buvim ularni qoshni chimirib kutib oldi. Avvallari shaharda turganimizda Sabo buvim bir gapirib, 10 kulib Dilbar buvimga juda yaxshi muomala qilardi. Hayron bo'ldim. Mahsum buvam shundoq yo'lakdagi taburetkaga o'tirib, uzoq duo qildi. Bir dunyo bozorlik qilib kelishgan ekan. Sabohat buvimga tutqazgan edilar. Buvim qo'llarini ham cho'zmadi. Men esa kap-katta qiz Dilbar buvimning pinjiga tiqildim. Buvim sochlarimni silab o'pib, qayta-qayta bag'riga bosib, bir so'z demay faqat yig'ladi. Shu payt ukam G'iyos maktabdan keldi. Angrayib turdi-da, dodlab yig'lab buvimga yopishdi. Buvam ham yig'ladi. Shu payt Sabohat buvim, "Bunaqa qilib hamma yoqni aziga aylantiradigan bo'lsangiz, boshqa kelmanglar, bolalarni qiynab", deb G'iyosga, so'ng menga qarab, "Qani keling ham uyga kir, marsh", dedilar. Bazo'r burnimni tortib, ukamni yetaklab kirib ketayotgan edim. Darvozadan oyim kirib keldi. Buvam bilan buvimga qarab bir nafas qotib qoldi. So'ng Dilbar buvimning bag'riga o'zini otdi. Ikkalasi bir-birini quchoqlab, ovoz chiqarib yig'lashdi. Ukamni qo'lini qo'yib yuborib, men ham ularni quchib dodladim. Sabohat buvim nimalardir deb pichirlab uyga kirib ketdi. Bir payt Mahsum buvam ro'molchasi bilan ko'z yoshini artib, "Bolam, bo'ldi, ko'p ezilmang", dedilar. Keyin hamon hiqilayotgan Dilbar buvimga qarab, "Hoyingiz ham ado bo'ldi. Peshona ekan, bormagan, uchramagan joyim qolmadi. Nodon bolama, og'ziga ega bo'lmagan ahmoq bola-ya. O'zi ham dod deb boshini devorga urib o'tiribdi." Buvam so'zlarini tugatishi bilan oxirgi paytlar haykaldek qotib yurgan onam ingradilar. "Dadajon, endi nima qilaman? Qanday yashayman? Bu qanday azob? Osmon boshimga qulab tushdi-ku. Meni kechiringlar", deb ovozini baralla qo'yib yig'lab yubordi. Qarasam, kichkina G'iyos ham bizga qo'shilib yig'layapti.
Yig'lab buvim bilan buvomni kuzatib qoldik. Ular ketgach, oyim yana o'ychan bo'lib qoldi. Bir gapirib, 10 kuladigan. Vaqti kelsa biz bilan birga koptok ham o'ynab ketaveradigan onamni bu holatda ko'rishdan charchadimmi, bilmayman. E'tiborimni chalg'itish uchun boshim og'riyapti deb o'zimni kasalga solib ko'rdim. Oyim avval peshonamni ushlab, keyin labini ohista tekizib o'pib qo'ydi-da, "Isming yo'q shukr", deb chuqur xo'rsinib, sumkasidan dori olib uzatdi. "Ichib kela qol." Dorini ichmay hovliga tashlab yuborib, uyga qaytib kirdim. Kirsam, oyim muzdek devorga suyanib, oyoqlarini uzatib o'tiribdi. G'iyos oyimning tizzasiga bosh qo'yib, shiftga qarab yotibdi. Onam ukamning sochlarini qo'llar bilan taroq qilib silaydi. Ko'zlar yana ma'nosiz. Negadir uyqum qochdi. Avvallari kechgacha dugonalarim bilan o'ynab, arang o'rnimga sudralib yetib olardim-u, toshdek qotib uxlab qolardim. Hozir ko'zimni yumdim degunimcha, cho'kkalab o'tirib, dodlab yig'layotgan dadam ko'z oldimga keladi. Har eslaganimda yig'lavoray deyman. Dadamning ishdan kelishi biz uchun bayram edi. Menga, ukamga, jiyanlarimga albatta nimadir olib kelar va quvnoq ohangda "Ko'zingni yum" deb sovg'asini yashirib uzatardi va negadir boshimdan o'pib qo'yardi. Dilbar buvim, "O'ziyam toza o'rgatding-da bularni. Ertaga salomni ham esdan chiqarib, qo'lingga qaraydigan bo'lmasin", derdilar supada o'tirgan ko'yi. Dadam esa kulib, "Onajonim-a, o'zingiz ham har kuni ishdan kelishda hech bo'lmasa qurt ko'tarib kelardingiz-ku. O'sha siz olib keladigan dunyodagi eng totli narsalarni hozir hech qayerdan topa olmayman. Nega shunaqa ekan, oyi?" deb buvimga yuzlanar. Dilbar buvim esa o'zlariga yarashadigan tabassumlari bilan dadamga uzoq tikilib qolardi. Bir payt o'z ovozimdan o'zim uyg'onib ketdim shekilli. Ko'zimni ochsam terlab ketibman. Yarim tunga o'xshaydi. Hali kun yorishmagan. Menimcha oyim hali uxlamagan. Xo'rsinib nimalardir deb pichirlab qo'ydi. "Mahsum buvam, uxlashdan oldin yaxshi narsalarni o'ylasang, tushingga kiradi", derdilar. Tushimda otamni uzoqdan ko'rib, ular tomon yugursam, dadam tomonda loyqa suvmish. Tufligimga suv kirarmikan deb tursam, otam o'zi men tomonga yuguribdi. Endi yetay deganda, o'sha janjal bo'lgan kuni uyimizga kelgan o'rtoqlari yo'llarini to'sarmish. Tushum ta'sirdami yoki sog'inchmi, alammi, o'pkamni to'ldirib, baqirib yig'lagim keldi. Oyimni bezovta qilmaslik uchun ko'rpamni boshimga tortdim. Ammo kichikligimdan odatim, yig'lasam hiqichoq tutgandek qisqa nafas olib hiqillab qolaman. Onam ko'rpamni boshimdan sekin olib, meni bag'riga tortdi. Endi rostmana yig'lashga tushdim. "Oyi, dadamni tushimda ko'rdim. Sog'inib ketdim." Boshqa gapira olmay, battar nafasim tiqilib qoldi. Oyimning ko'z yoshlari yuzimga tomdi. Ertalab oyim peshonamni ushlab, "Ruxsora, maktabingga kech qolasan. Tura qol, qizim", deb tepamda o'tirgan ekanlar. Nafisa kelinoyim sut olib kelib, choy qo'ydilar. Ularga qarab, hazilkash, chiroyli, o'ziga qarab yuradigan Dilnura kelinoyimni sog'indim. Nafisa kelinoyim ham yaxshi, lekin judayam kam gap, ko'rimsizgina. Balki kiyimlari eskiganmi? Kechgacha tinim bilmaydi. Biroq tog'amdan biror marta maqtov eshitmaydi. Tog'am xotiniga qandaydir qo'rs muomala qiladi. Yana dadam esimga tushdi. Eshikdan kirib kelib, "Shirinim, bir ko'rinish bering, oydek jamolingizdan mosuvo qilmang", desalar, oyim kulib darrov istiqbollariga chiqardi. Birinchi soat adabiyot edi. Ustozimiz Muqumiyning tanobchilarini tahlil qilib kelishni topshirgan edi. Uyda harchand urinsam ham tahlil qila olmadim. So'zlari qiyin ekan. Avvallari adabiyotdan berilgan vazifani Dilbar buvim bilan bajarardik. Buvim menga dars qildirib, o'zi rohat olardi. She'rlarni-ku yoddan ifodali o'qib berardilar. Mazza qilib eshitib o'tirardim. Ba'zida buvim ko'zoynaklarini qo'llariga olib, uzoq-uzoqlarga tikilardilar. Qani edi, bir soatgina dars o'tsam. Qodiriyning o'tgan kunlaridan, Navoiyning Farhod va she'rinidan so'zlasam. "O'zi sizni nega bo'shatib yuborishgan?" desam kulib-kulib javob berardilar. "Bo'lama, nega bo'shatadi?
Bir-ikki qon bosimim oshgach, dadang bilan amaking qo'ymadi, derdilar. Hozir esa hayajondanmi, qo'rquvdanmi, yuragim ko'ksimga sig'mayotgandek. Ustozlarda bir odat bor. Mabodo sinfda hech kim vazifani bajarib kelmagan bo'lsa, albatta a'lochilarni turg'izib izza qilishadi. Kutganimdek hech kimdan sado chiqmagach, ustozim menga yuzlandi. Mahsumova, qani o'rningdan turchi? Oxirgi jumlalarni aytishi bilan eshik taqillab, tanish va qadrdon ovoz eshitildi. Mahsumova Ruxsorani mumkinmi? Dadam, dadajonim. Ustozimning javobini kutmay eshikka otildim. Dadamni quchoqlab, qo'yib yuborsam ketib qoladigandek kostyumlarga yuzimni bosib, ko'z yoshimni yashirib yig'ladim. Otam boshimdan o'pib, sochlarimni siladi. Keyin yelkamdan quchib tashqariga boshladi. Ajab, dadam ham onamdek bir og'iz gapirmas. O'ychan nigohlarida esa yosh bor edi. Kech kuz bo'lganigami, tashqari salqinroq ekan. Bitta formada yugurib chiqaveribman. Dadam darhol kostyumini yechib, yelkamga tashladi. Hamon bir so'z demasdi. Qanday quvnoq odam edi-ya. Maktab tashqarisidagi o'rindiqqa o'tirdik. Dadam bankda ishlagani uchunmi, doim kostyum-shim kiyib, bo'yinbog' taqib yurardi. Har doim bir xil atir separdi. Bolaligimdan dimog'imga shu is o'rnashib qolgan edi. Hozir ham kostyum-shim kiyibdilar. Ammo bo'yinbog' yo'q, atir isi ham. Dadamning yelkasiga bosh qo'yib uzoq o'tirdim. Mehribonim bir so'z demay, iliq kafti bilan boshimni silab o'tirdi. Keyin o'zim gap boshladim. Dadajon, sizni bugun tushimda ko'rdim, deb tushimning bor tafsilotini gapirib berdim. Oxirida og'aynilari haqida eshitib, ming la'nat. O'shalarni uchratgan kunimga umrimni xarob qildi. Oxirgi jumlalari bo'g'iq chiqdi. Keyin ikki kafti bilan yuzimni o'ziga qaratib, iltijoli: "Ruxsoram, jon bolam, meni kechir, kechir", deb qattiq bag'riga bosdi. Otam charchab qolgan odamdek horg'in termuldi-da: "Qizim, sen katta qiz bo'lib qolding. Onangni ehtiyot qil. Ukangni hech kimga xafa qildirma. Dilbar buving va Mahsum buvangdan xabar olib tur. Xo'pmi onash? Endi esa darsingga bor. Ikkinchi smena boshlansa, ukangni ham ko'ray, keyin ketaman. Uzoqroq joyga ketyapman. Gaplarimni uqding-a?" deb cho'ntagidan bir dasta pul chiqarib, "Buni ehtiyot bo'lib oyingga olib borib ber. Qishlik kiyim olsin", deb pulni uzatdi. Pulni qo'llarim bilan qaytarib, atrofdagilardan uyalmay dodlayverdim. "Kerakmas pulis. O'ziz keraksiz, dada." Otajonim esa ko'z yoshlarimni artib: "Jonim bolam, sen ham meni qiynama. Meni ado qilishdi. Men tamom bo'ldim", dedi. O'sha kuni dars quloqimga kirmadi. Ko'z oldimdan ozib, ko'zlari ich-ichiga botgan otam ketmaydi. Oxirgi qo'ng'iroq chalinib, sinfdoshlarim bilan to'p-to'p bo'lib tashqariga chiqdik. Qadamimni sekinlatib, mahalladagi qizlardan ataylab orqada qoldim. Nimagadir hech kim bilan so'zlashkim kelmas edi. Oldinda borayotgan dugonalarim ko'chani to'ldirib, sinfdosh o'g'il bolalar bilan urishib ketishardi. Eski maktabim yo avvalgi o'rtoqlarim bo'lgandami, bunaqa to'polonlarning bosh qahramoni o'zim bo'lardim va eshikdan kirar-kirmas Dilbar buvimga tafsilotlarni aytishni boshlar. Buvim boshini sarak-sarak qilib, o'zining yuzini chimdirdi. "Esi yo'q qiz. Seni kim aytadi o'qituvchilarning nevarasi deb? Uyat bolam, sen bizning avlodimizga mos ish qilgin. Uyat bolam, uyat", der edi. Baribir bilganimdan qolmasdim. Hech bo'lmasa, qo'shni dugonam Matluba bilan soch yulishib kelardim. Hozir gilamdek to'kilgan chinor barglarini bir-bir bosib, shularni eslab borar ekanman. O'z uyimni, maktabimni, mahallamni, hatto o'sha urushqoq Matlubani ham sog'inganimni ich-ichimdan his qildim. Oxirgi kunlarda oilamiz bilan sodir bo'lgan voqealar meni ulg'aytirib qo'ygan edi. Uyga kelsam, Nafisa kelinoyim kir yuvib o'tirgan ekan. Yonlarida ikkita tog'ora. Birida ko'pikli suv, birida tiniq suv. Katta qozonda suv istilyapti. Havo sovuqligidan osmonga bug' ko'tariladi. O'choq yonida bir uyum xazon. Ora-orada og'ir qadamlar bilan borib, o'choqqa xazon tashlab keladi.
Kelinoyim yaqin kunlarda chaqaloq olib kelar ekan. Hozir ham o'tirib kir yuvyapti-yu, orada belni ushlab qo'yadi. Ichkaridan Sabohat buvim chiqib keldi. Salom berdim. Alik olib kelinoyimga yuzlandi. Nafisa, Ruxsorani ovqatini tayyorlang. O'rnidan turayotgan kelinoyimga qarab, siz ovora bo'lmang, o'zim suzib ichaman, keyin sizga yordamlashaman, deb yugurib xonamga kirib, o'z boshimni almashtirib chiqdim. Kir yuvish judayam qiyin ish ekan. Kir chayladigan suv sovuq, issiq suv faqat kirni sovunlab yuvadiganga yetar ekan. Bizning uyda kir mashina yuvar edi. Sovuq qotib ketganimni ko'rib, kelinoyim past ovozda Ruxsora, kiravering, rahmat, ozgina qoldi, dedilar. Ozgina ham bir uyum edi. Baribir oxirigacha yordamlashdim. Kelinoyim kechki ovqatga kesma lag'mon qilibdi. Hammaga birlagandan suzdi. Keyin anchagacha o'choq boshida idish tovoq yuvdi. So'ng ikkita bolasini olib o'z xonasiga kirib ketdi. Men bugun Nafisa kelinoyimga qarab turib, insonda, yana ayol kishida shuncha kuch qayerdan bunyod bo'lganligiga lol qoldim. Onam ishdan kechroq qaytdi. O'zlarining aytishicha, kechki ta'limdan o'qiydigan talabalarga ham dars o'tayotgan ekan. O'zimning darslarimni qilib bo'lib, G'iyosga yordamlashdim. Oyim Sabohat buvim bilan choy ichib gaplashib o'tiribdi. Uyga kira qolsalar-u, dadamni ko'rganimni aytib, pulni bersam. Negadir buvimning oldida dadamdan so'z ochgim kelmaydi. Yana yomonlay boshlasalar chidolmayman. Nihoyat oyim xonamizga kirib, noutbukni ochdi. Sekin qoshga bordim. Orqamga yashirib turgan bir dasta pulni qo'ydim. Oyim avval pulga, keyin menga qarab og'iz juftlayotgan edi. Shoshib gapirdim. Dadam berib yubordi. Maktabimizga keldilar. Qishki kiyimga ekan. Ataylab tez-tez gapirdim, oddiy holdek. Yig'i-sig'i qilsam, endi o'ziga kelayotgan oyim yana ezilmasin dedim. Gaplarimni eshitib, G'iyos yugurib keldi. Oyi, dadam uzoqqa ketar ekan. Oyim ikkalamizga qarab turib, meni so'radimi? Dedilar. Men ha deb ishora qildim. G'iyos esa yo'q dedi. Oyim sekin asta o'ziga kela boshladi nazarimda. Erta tongdan ishga chiqib ketadi. Quyosh botganda kirib keladi. Kelib yana kompyuter qarshisida ishga sho'ng'iydi. Matematikadan tushunmasam yordam so'rayman. Vaqti tig'iz insondek tez tushuntirib, yana ish bilan band bo'ladi. Ukamning darslariga ham o'zim yordamlashaman. O'qishdan kelib, kelinoyimga ko'maklashaman. Bir safar oyim bilan bozorga borganimizda Nafisa kelinoyimga ham ko'ylak olaylik deb iltimos qildim. Kelinoyimga ko'ylak juda ham yarashdi. Xursand bo'lganlarni ko'rsangiz edi. Ko'ylakni kiyib chiroyli bo'lib ketdilar. Ishdan kelgan tog'am ham sezdirmay kelinoyimga ko'z tashlab qo'yardi. Kecha ayvonda buvim oyim bilan gaplashib o'tirganlarida dadamdan so'z ochdi. Eshitdingmi? Farhod Germaniyaga ketibdi. O'zining sohasi bo'yicha ishlarmish, dedilar. Dadamning ismini eshitgan onam bir qalqib ketdi. Mening jonim halak. Yana yig'lab qolmaydimi deb. Yo'q. Onamning nigohlarida qandaydir sovuqqonlik va kuch bor edi. Hayot bir maromda davom etar. Tug'ilgan kunimda maktabimga buvim, Sherzod amakim, Dilnura kelinoyim va jiyanlarim kelishdi. Ular menga orzuyimdagi telefonni olib kelishibdi. Dilbar buvim xayrlashayotib, bu telefon otangning sovg'asi bo'lam, sen bilan gaplashib turmoqchi, deb yuz ko'zimdan o'pib xayrlashdi. Kechqurun otam qo'ng'iroq qilib tug'ilgan kunim bilan tabrikladi. Ukam bilan gaplashdi. Menimcha otam ham ishga sho'ng'ib ketgandek. Ko'zoynak taqibdi. Men bilan gaplashyapti-yu, orada qandaydir ish bilan band. Bu yil bahorga chiqib, shaharga, yangi uyga ko'chib o'tdik. Amakim hujjatlarga yugurib yelib, o'zlari bizni ko'chirib keldi. Yana maktabim o'zgardi. Endi ixtisoslashtirilgan maktabda 11-sinfda tahsil olyapman. Hamma narsam bor. Ammo qalbim bo'm-bo'sh. Men bolalik ko'chalarida juda qisqa muddat sayr qildim. Bolaligim shirin tushlarimga o'xshaydi. Unda muhabbat bor edi. Bir olam mehr bor edi. Hozir tez-tez Dilbar buvim va Mahsum buvamni ko'rgani borib turaman. Ammo o'sha mas'ud onlarimni qo'msayveraman. Kecha otamning tug'ilgan kuni edi. Telefon qilib tabrikladim. Xursand bo'ldi. Ishdan kelgan oyimdan dadamni tabrikladilarmi yo'qmi so'radim. Oyim horg'in stulga cho'kdi va ko'zoynagini olib, Ruxsora,
Endi katta qiz bo'lib qolding. Qachondan beri bir gapni aytmoqchi edim. Bolam, kelgusi hayotingda tilingga ehtiyot bo'l. Nihoyatda ehtiyot bo'l. To'g'risini aytsam, dadang bilan gaplashmaganimga 5 yil bo'libdi. Azobli 5 yil. Otangdan so'nggi so'zni aynan shu tug'ilgan kunida eshitgan edim. Tamom. Adabiyotda shafqatsiz realizm tushunchasi mavjud. To'g'ri, bu o'quvchini biroz tushkunlikka soladi, ammo xulosa qilishga ham undaydi. So'nggi so'z asari voqealari ham shu realizmga asoslanadi. Hayotiy. Tinglaganingiz uchun tashakkur. Muallif Mahbuba Bahodir qizi.